Xo'p, kameramizni o'rnatib oldik. Kamerani o'rnatish juda ham oson. Kerakli joyga qo'yib, blok pitaniyasini tokka tiqib ulab qo'ysangiz bo'ldi. Hozir telefonda qanaqa ko'rinishini hammasini ko'rsatib beramiz. Kameramizning telefondagi ko'rinishi. Hozir kamera shu joyda turibdi. Hozir tepadagi kamerani burib ko'ramiz. Stabil ishlashini ko'rishingiz mumkin. Tepaga. Mana biz keling endi boyagi funksiyasini ko'ramiz. Ya'ni ushbu belgi bilan telefonga zvonok ketadimi, ketmaydimi tekshirib ko'ramiz. Kameramiz orqali telefonga gudok ketdi va telefonimizga ham zvonok keldi, ko'rishingiz mumkin. Hozir knopka, yashil knopkani bosib ko'taramiz. Telefon ko'tardik. Paka mikrofonni o'chirib qo'yamiz, chunki kamera bilan telefon bir-biriga juda yaqin qolsa, echo paydo bo'ladi. Shuning uchun hozir mikrofonni o'chirib qo'yamiz. Keling, telefon orqali kameradan gapirib ko'ramiz. 1 2 2. Bu kameramizning telefon orqali gapirganda qanaqa eshitilishi ko'rishingiz mumkin. Juda sifatli va tiniq. Hozir men kamerani bemalol bursam bo'ladi. Tepaga, o'ngga, chapga, pastga. Ko'rib turganingizdek, xonani 360 gradusda ko'rishingiz mumkin. Qayerda bo'lishidan qat'iy nazar. Shu videomizda biz mana shu kameramizning eng zo'r funksiyalarini qo'ldan kelguncha tushuntirib berishga harakat qildik. Batafsil ma'lumot opisaniyada bo'ladi.